Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Ali Komisarını saylap bekitişte G'arb dünyası g'alib qilibdi. Xitoy davlati qo'llab-quvvatlagan, Xitoy davlati arzu qilib saylamoqchi bo'lgan Afrikadan ko'rsatgan bir nomzod Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komitet yig'inidagi ovoz berish saylab chiqishda mag'lub bo'ldi. Ya'ni Xitoy davlati qattiq qo'llab-quvvatlagan Afrika davlatidagi nomzod saylanan bo'ldi. Ya'ni Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi oldingi bir mezgilda Afrika davlatlariga qarz berib turgan, mablag' solgan necha milliard pulni kechirim qilyaptiq degan so'z harakatining hech qanday natijasi bo'lmabdi. Ya'ni Afrika davlatiga va Janubiy Latin Amerikadagi davlatlarga xashligan necha milliard dollar pullari nolga teng bo'ldi. Xitoyning Janubiy Latin Amerikadagi yordam qilgan mablag'lari Afrika davlatlariga qarz berib turgan va yordam qilgan mablag'larning hammasini biz kechirib qilyaptiq deyishdagi maqsadi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Daimi Komiteti yig'inida yangidan saylanib chiqmoqchi bo'lgan Dünya Kişilik Hukuk Ali Komisarını saylab chiqishda Xitoy arzu qilgan nomzodni g'albilik saylab olishni maqsad qilgan ekan. Lekin bu qitim Dünya Kişilik Hukuk Ali Komisarını saylab bekitishda Xitoy davlati arzusiga yetolmay rasvo bo'ldi. Xalqaro inson huquq Ali Komisarlığa saylanib chiqqan yangi nomzod bo'lsa, Avstriyalik Volker Türk efendim saylanib chiqibdi. Kuzatuvchilarning deyishicha, bu G'arb dunyosining g'alba qilishdagi tunji qadami deb qaraydi ekan. Volker Türk efendim bo'lsa, Avstriya davlatining uzun yillik tashqi ishlar xizmatlarini o'tab kelgan tajribali xizmatchi bo'lib hisoblanadi ekan. Ya'ni xalqaro har xil talash-tortish, suhbat qilish, kelishim qilish qatorliq nurg'un xizmatlarga qatnashgan ekan. Bu odam saylanib chiqishda Amerika davlati, Angliya, Yevropa davlatlarining qizg'in qo'llashiga erishibdi. Undan boshqa yana bir qism Afrika davlatlarining qo'llashiga, Janubiy Latin Amerika ta'siridagi bir qism davlatlarning qo'llashiga erishibdi. Xitoy davlatining ko'rsatgan nomzodi saylanmabdi. Birleşken Devletler Teşkilatı turishli Xitoyning muavin bosh elchisi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'inida mundaq debdi. Volker Türk efendim bo'lsa, Dünya Kişilik Hukuk Ali Komitetiga rahbarlik qilgan mezgilida obyektivni chiqish qilgan, siyosatni aralashtirib olmaydigan, adil, prinsipchan bo'lish kerak deb so'zlabdi. Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatı turishliq elchisi so'z qilib, Volker Türk efendim bo'lsa, dunyoning har qanday yerlaridagi insonlarning haq huquqi ustida mustaqil tekshirish, tadqiq ilib berish orqali o'z fikrida tavranmas, irodalik bo'lishini umid qilamiz. Dunyoning har qanday yeridagi insonlarning haq huquqi dafsanda bo'ladi ekan. Ali komissar darhol shu yerdagi ahvolga jiddiy qarashni va jiddiy inkos bildirishni umid qilamiz debdi. 193 davlatga vakil bo'layotgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Guterres efendimi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın İnsan Hukuk Komiteti'nin Ali Komisarlığı'na Volker Türk efendiminin saylanğanlığını cekalaptı. Emdiki işler bolsa Birleşken Devletler Teşkilatı'nın İnsan Hukuk Ali Komisarı'nın ilip barılan birinci hizmeti ve birinci hizmet kademi bolsa Xitoy hükümeti Uyg'urlar ustida yurgizayotgan, Uyg'urlarni o'ltirib yo'qotish jinoyatini surishti qiladigan vaqti yetib keldi. Ya'ni Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan inson qabul qilolmaydigan jinoyatining hisobini oladigan vaqti keldi. Xitoyning bu jinoyatlarini Xitoy davlatidan surishti qilib qolmasdan, ya'ni O'rta Osiyo davlatlari, O'rta Sharq davlatlaridagi hukumatlarining Xitoyni qo'llab-quvvatlagan, Xitoy davlati Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan mezgildimi, Xitoyning bu jinoyatlarini qo'llab-quvvatlagan bir qism chet el davlat hukumatlaridanmi hisob surishti qiladigan vaqt yetib keldi. Bo'libmi Birma va Rossiyadagi davlatlarga hargizmi yuz xotir qilmaslik, Uyg'urlarning insoniy haq huquqini dafsanda qilayotgan Xitoy hukumatiga
qattiq chora qo'llanadigan mezgil endi yetib keldi.